Biroq aytsa ayolning o'tmishdagi ishlarini kallasiga kirgizib olgan Liam xotir dansi bilan oqshomgi o'ltirishning suratlarini qayta ko'rish boshlaydi va ayol bilan Jonisning yig'ilishdagi har bir chiroy ifodasini injiqlik bilan analiz qildi. Ayoliga bo'lgan gumon uni turli o'ylarga soladi. Darvaqa o'tmishdagi barliq ko'rinishlarni qayta ko'rish jarayonida ayolning Jonis bilan birga o'tkazgan vaqtlarini ko'rib qoladi va buni Phil ko'zlab uni texmi qistaydi. Phil bo'lsa o'zining o'tmishda Jonis bilan 6 oy aralashganligini, biroq bu ishlarning olli-burun o'tmishga aylanganligini, hozir o'zining Leon bilan er-xotin ishkanligini, shunga ilgirki ishlarni bunda kirishib surishtirishning hech ahamiyati yo'qligini aytadi va ochiqlab Leonni tashlab chiqib ketadi. Leon bo'lsa bu asli qolgan suratlarni ko'rishni davomlashtirdi. Bu ishlardan kayfiyatini butunlay kontrolligidan chiqargan Leon mast holatda Jonisni izlab keladi. Ochiq va mastlikning turtkisida u Jonis bilan to'qnashib qoladi va uni bo'ysundirib, uning barliq ayolimga doir aslimlarning xotir danchangdan butunlay o'chirib besim qiladi va uning bu ko'rinishlarni haqiqatan pokiz o'chirayotganligini kafolat qilish uchun barliq mashg'ulotlarni televizorga ulab turib qilishni buyuradi. Ishlarni tugatgan Leon uyga qaytib keladi. Biroq qilgan ishlari uni yengiltish u yoqda tursin, texmi cho'nqur azob va gumonga sep qo'ygan edi. Yotoq uyga qaytib kelgan Leon bayon bo'lgan ishlarning jarayonini televizorga ulab ayoli Philga qo'yib berdi. O'ylamgan yerdan Jonis yuyayotgan ma'lum xotir suratlari Leon bilan Philning dal hozir o'ltirayotgan yotoq uydagi xotirlar edi. Bu ishdan o'zini butunlay yo'qotib qo'ygan Leon ayolni bu xotirlarni chiqarib ko'rsatishga zo'laydi. Yo'ldishining oldida xijillikdan yerga kirib ketaydigan ayoli Phil oxiri o'zini yo'qotib qo'ydi. Ularning er-ayollik munosabatimi qarmoqqa oxirlash oldida turadi. Shuningdan boshlab Leon faqat xotirsidagi ayoli va bolasi bilan birlikda o'tkazgan shu minutlarni qayta ko'rish orqali o'tmishdagi baxtli kunlarni eslaydi. U bu kunlarning qayta kelmaydiganligini his qilgan edi. Natijada u oxiri bu xotir dansini tenidan so'kib elitishni qaror qiladi. Bu ko'p qismli Angliya film qora aynakdan e'longan hikoya bo'lib, fan texnikaning bizga nurg'un qulayliklarni yetib kelish bilan tang ba'zi ahvollarni paydo qilganligini maqsad qilgan. Biroq biz astoydil o'ylab baqsak, agar bu xotir dansi bo'lmagan bo'lsa, bu tragediya yuz bermasmidi? Filmda shundoq bir inchki nuqta bor. Leon va ayoli yig'ilishdan qaytib kelgandan keyin Phil bola boqquchining yo'lga sevitib, darhol bolasining xotir dansidan bir kunlik ishlarni ko'rib chiqdi. Chunki bola boqquchining bolasiga qandaqdir bir ziyonliq bo'lgan ishlarni qilib qo'yishdan ansiraydi. Bularda ming anglagandim, bir ko'rgan a'lo degan gap bormi yo'q, uni bilmadim. Almisoqdan tortib odamlar o'z ko'zi bilan ko'rgan narsalarga ishonishga omroq edi. Hozirga kelganda fan texnikaning yordamida texmi ko'p narsalarni ko'rish iqtidoriga ega bo'lganimizda, xuddi bu hikoyadagi er-xotindek ular aslida o'zida bor bo'lgan ishonch va tuyg'ulardan voz kechib, ko'z orqali haqiqatni bayqashni tanlagan edi. Bu filmning qiziqarli yeri shuki, fan texnika turmushimizni o'zgartirish bilan birlikda birga shundoq bir fikrni tashlaydi. Agar bu fan texnikalik buyumlar bo'lmasa, bu ahvollar yana yuz beradi. Inchiklik bilan filmni ko'rsak, rejissor amaliyotda ba'zi inchik nuqtalar bilan filmdagi bosh personaj Leonning mijoz xarakterini yo'rt bergan edi. Masalan, o'ziga ishonmasligi, issiz bo'lishi, nozik va kishilik munosabatga moyil bo'lmasligi qatorliqlar. Bu personaj xarakterlari tabiiyla Leonning ko'p qism zehniy va vaqtini ayoliga sarf qilishini keltirib chiqargan. Mening texib pishib yetilmagan shaxsiy qarashimga asosan, mencha bu xotir dansi bo'lmagan ahvol ostidami? Bu bir jup er ayol o'xshash tragediyaga yo'liqish mumkin edi. Balkim qarshi tarafning telefon xotirasini oqtirish orqali va yoki kayniga tushish orqali hatto ayolning fazilatini dalillay olmaslik sababli yig'imi gumon azobga tushib, tugishib ketish degandek. Men burun shundoq bir nazariyani olaman. Ko'pincha odamlar sinashga bardoshlik berolmaydi. Bo'libmi biz bir turli vositalar orqali so'ygan odamimizni sinaganimizda ko'pincha vaqtlarda mamnun qilarlik natijaga erisholmaymiz. Mencha qiz-o'g'illar o'tirsidagi qismat shu muvaffaqiyatda muvofiq biraylarni uchrashishdan iborat. Bu boshqa muvofiq odamlarning hamda uchirmasligidan derak bermaydi. Bizning birsiga bog'lanib bo'lgan vaqtimizda bu xil odamlarning yo'qolishi ko'pincha vaqtlarda bizni besaramjon qiladi. Yana bir o'xshash nazariya bo'lsa, muhabbat gumonga bardoshlik berolmaydi. Siz tuxumdan tukundiradigan pozitsiya bilan ko'ringizni kuzatganingizda, balkim siz uning ilgari o'ylagandek o'moq emasligini bayqashingiz mumkin. Xuddi menga o'xshash ovozim balkim mening eng mukammal holatim bo'lishi mumkin. Men so'zlagan filmlarni ko'rish bilan meni yoqtirib qolgan to'rdoshlar balkim mening kamchiliklarimni bayqaganda menga ushbu qilishim mumkin. Shuning uchun to'rdoshlarning qallasida mening sizlarga ma'naviy oziq ato qilayotgan vaqtimdagi simoyinning qilib qilishini umid qilaman. Har qaysi to'rdoshlarga rahmat. Rost. Yandan bayon buningdan keyin mo'shundaqli astoydil gaplarga o'xshaydi deb qolmanglar. Yandan bayon yana sizlarning burunqi yuzi tuban xijildan do'stinglar. Texmi ko'p qiziqarli esil asarlar har vaqt sizning huzuringizda bo'lsa. Yandan bayonga qiziqsangiz, texmi ko'p filmlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Xonus saloniga kiring. Salon nomi oshpatda yizig'ilib, tovushanlarimni bossangizlar, ustiga yizig'liqchimi?